qizlar qaranglar, pasportchalari bilan. Hammasi dokumentalniy, вообще zo'r ofitsialniy kelgan narsa. Netikuk bemalol tarjimonga qo'yib koreys tilidan. Mana har xili bor deb o'zi ko'rsatib qo'ygan. Koreyskidan bemalol angliyskidan ham tarjima qila olasizlar. Atomic kompaniyasininki o'zimizning kompaniya qizlar. Bunda hamma narsa ekologik toza bo'lib pishadi. Mana ko'rib olishinglar mumkin. Orqalarigacha Atomic deb yozib qo'ygan. Logotipi. Buni dunyo bo'yicha analogi chiqarilmagan. Fransiya sal o'xshatibroq shunga chiqargan, lekin qalinligi bu darajada emas. Shunda ham ularnikining narxi bundan 5 barobar ziyod. Bu narxda, masalan, sizlarga narxi bilan tashab qo'yganman, aktualniga kirib ko'rasizlar. Bu narxda qozonni, bunaqa qozonni topa olmaysizlar.